Biz orta maktabi bizning boshqirt tilini zo'r yog'into'ya qaytib ayttirga kerak. Interneti deganda butun maktab bilan solishtirganda bizda boshqirt tili darslarini тоже yog'into ko'proq holat deb ayttirga kerak. Interneti deganda ekzamen beru bo'lganda turli so'rovlarda qatnashuv bo'lganda boshqirt tilini hayot uyatı bizde bulus bulup turadi deb ayttirga kerak. Bizim bolalar turli konkurslarda qatnashib, mana boshqirt matbuotida тоже bildirlik alırlar. Bizim Esendiel'den Linar 9 klass o'quvchisi Amanat jurnalında kvitansiya berib, portativ kolonka otto betinde. Dinlardan o'zine kelganda, bizning avulga kelib tushganda, birinchi klassda o'qiy boshlaganda, o'qiy boshlaganda u boshqacha bir hudda bilmaydi. Ular Chelyabinsk yog'idan kelganlar, biz qaytib bunda bizning avuldagi shu Axadrbek motor deb boshqacha saylasha. Boshqirt matbuotini yodlarga kerak, uni ko'tarishga kerak. Biz bolalarga uning turag'ida aytib boramiz. Tirishamiz endi. Biz ilk biz maktab kitapxonasында ла элек-электен башкорт басмаларын көп алдырабыз. Аманатты Пионер журналы вакытынан ук алдырып келинген журнал бит инде балалар окшатып алып укыйлар. Былтыр мектеп менен язылган вакытта Milli kiyimler gününe arnalgan bayram ötkerdик Amanat jurnалы менен. Hem şul bayramda бүләк итеп тараткан журналдарды ла кулдан кулга йөрүтүп укынылар балалар. Hem келесекте ле дуслыкты үзмәскә тырышырга инде, чөнки башкорт теленең һаман да күтәрергә кирәк. Асакта бергә булдык, мәктәпкә бергә йөргәнбез. Бергә